Bugungi sarguzashtimiz eng sevimli qahramon mavzusida bilan keldi. Biroz kuting va bu sovrin egasini bilib oling. Har doimgidek maroqli tomosha. Bilya, qo'limni qaytarib yuboringlar. O'z tana a'zolaringga yaxshiroq narsalar uchun ishlat. Jam bo'lgin. O'zi tepada nima qilyapsan? Men Keynning sharikcha bilan qandaydir uy ichidagi sarguzasht haqida gaplashganini eshitdim va bunda qatnashish niyatim yo'q, shunga berkin o'tiribman. Shunga endi kuni bo'yi xonangda o'tirish o'rniga shu tuyakda berkinmoqchimisan? Keyin oxirgi payt mening xonamga ko'p kelyapti. Javob bermasam eshik tagida Daisy bir qo'shig'ini aytib o'tiradi. Bu juda ham qo'rqinchli. U rostdan ham shunday qilganmi? Bilmadim, hozir so'rab ko'raman. Hoy Keyn, og'zingga nima Jax? Qara Zubu, qo'ting qiz qayerda ekansan? Endi seni topish uchun barmoqlarimni chirqillash shart emas. Men seni topganimdan xursandman. Barcha ishtirokchilar kerak, sababi bugungi sarguzasht jamoaviy sarguzasht. Sizlar bilan yana 5-7 daqiqadan keyin uchrashamiz. Chotki. Sen uni kuylashi haqida so'ramading. Nima haqida? Bugungi sarguzasht biroz qisqa bo'ladi, sababi bizning eng sevimli qahramon tanlovi kutmoqda. Ammo bu sizning o'z kuchingizni ko'rsatish uchun qulay imkoniyat bo'ladi. Bu juda og'ir ekan. To'ppa-to'g'ri Sharikvoy. Sizlarning o'tgan safargi musobaqada ishtirokchingizdan so'ng rosa o'yladim va o'zimiz uchun yangi sport turlarini o'ylab topdim. Bularning bari sizlarning xohishingiz. Balki bugun softbol o'ynasakchi? Keynning ligasida biz 400 metr yuqoriga yugurish, bowling to'pi bilan basketbol, g'alati pozda yurish, mandarinni ushlash, to'p bilan yugurish, to'p bilan yurish, yurib yugurish, to'p bilan to'pilish. Bu sportlar albatta. Uzr, lekin men ana u to'poy bilan bir jamoada bo'lmayman. Zubul, nimaga har doim norozisan? Men senga nima yoqishini bilmayman. Shuning uchun ham bizda taklif qutisi bor. To'g'ri, men va Zubul dam oladigan va tinch sarguzashtlarni yoqtiramiz. Senga rostdan ham softbol yoqadimi? Men unchalik ham sportni yoqtirmayman, uzr. Sizlarning taklif qutingiz sabab sarguzasht shunchaki dramaga aylanayapti. Menga esa bu yoqmayapti. Mayli, sen rostdan ham nima xohlashimni bilging kelayapti-ya? Yo'q. Men 18+ bilan shug'ullanishni xohlayman. Rostdan ham endi shu mavzu haqida gaplashsakmi? Salom Zubul. Senda ahmoq so'zdan qolganmi? Biz nima haqida gaplashayotgandik? Ha, esladim. Biz qanday qilib jamoaviy ish eng zo'r ish ekanligi haqida gaplashyapmiz. Buni unga ayt. Faqatgina u barini ko'tiga tiqib beradi. Bugun kayfiyating yaxshi emas shekilli. Kelinglar biroz fikrlaymiz. Bu kelishmovchilikni sizlardan men olib chiqadi. Men? Keyin hozir pulni aytdimi bizaga? Salom, men mengman. Men sening qiliqlaring mening reputatsiyamga qilgan ta'siridan noroziman. Sen biz uchun shuni tayyorladingmi? Hozirgi vaziyatda bir-biringizni kelishmovchiliklarni kuzatish mumkin. Bunday vaziyatda siz ishonch mashg'ulotlarini o'tkazishimiz kerak. Agar men o'ylayotgan narsam bo'lsa, men Jax bilan bo'lmayman. Xavotir olma, ikki taraf ham foyda oladi. Biringiz ishonishni, ikkingiz ishonchga kirishni o'rganasiz. Bu sirli xona, bu yerda ishlarni hech kim ko'ra olmaydi, ham eshitolmaydi. Bu esa o'qlangan to'pponcha. Voy xudoyim. Personaj qurolni oladi va vahiy xonaga kiradi. O'qni bo'shatadi va uni bu personajga beradi. Bu personaj esa uni qurol bilan o'ziga otadi va bu bilan personajning qurolni bo'shatganiga ishonadi. Shu bilan birga personaji bu personajining unga qaratib o'qitmasligiga ishonishi ham kerak. Siz qoidalarning bo'ysunsangiz, ikki tarafning ham ishonchi ortadi. Biroz chalkashdek eshitildi. O'zing chalkashsan. Xullas, Jax, sen boshlaysan. Nega u? Men nima qilishim kerak? Gaplaringga e'tibor bermabman. Ha, mayli, bir-biringizni otishingiz ham mumkin. Men sizga qurollar buyog'i esa menga qiziq emas. Yashasin! Qurolni olavering va o'ynayvering, shu xolasmi? O'ynayvering demadim. Bunda maqsad nima? Nishonga qara, topasan. Keyin
Mayli, jamoalarga qaytamiz. Har biringizda 3 ta jon bo'ladi. Oxirida tirik qolgan yutadi. Xursandmisan? Unchalik emas. Endi bu mening problemam emas. Men hali tanlovni tayyor qilishim kerak. Jamoa tuzishingiz uchun 5 daqiqa vaqt bor. Vaqt ketdi. Katta yig'loq sen men bilan bo'lasan. Men Zubul bilan bo'lmoqchi edim. Nima? Yo'q, bunday bo'lmaydi. Axir shu paytgacha bir jamoa edik-ku. Menimcha vaqt bilan bari o'zgarmoqda, quyonchi. Hoy, men bilan birga bo'lasanmi? Albatta, ammo qirolni Jax bilan unchalik qoldirmoqchi emasman. Unda men qirol bilan bo'lay. Biz oldingi birga bo'lgandik. U juda ham zo'r edi. Shunda men bo'ldi, unut. Men Jax bilan birga jamoa bo'laman. To'xta. Nima? Aytganingdek, Jaxni qiroldan narida olib yuraman. Mendan xavotir olma. Hoy, pomni, agar kim bilandir gaplashmoqchi bo'lsang yoki yordam kerak bo'lsa, men sen bilanman. Sherik topdingmi, do'stim? Qaranglar, kim keldi? Sen mening talablarimga javob bera olasanmi? Sendan battarrog'iga chidayman men. Hoy, Zubul, buni o'yin davomida ushlab tura olasanmi? Nega? Men unchalik ham buni o'zimga ishonmayman va yana Tommy avtomati bilan otganimda buni taqmoqchiman. Shunga buni imkoniyat yo'qotganim kelmayapti. Sen uchun buni ehtiyot qilaman. Nima? Bu ikki hisobga kiradimi? Hoy, keng. Ha, aytgancha qurollar sikning har xil joyiga joylashtirilgan. Qidirishni boshlanglar, chempionlarim. Hoy, biz Tommy avtomatini topishimiz kerak. Hoy, keng, mening jonim kam-ku. Bunga vaqtimiz yo'q. Sizlarni o'ldirishda zavqlanaman degan umiddaman. Mazza qilinglar, do'stlar. Ha, buncha g'atisan. Ha, bu yoqqa kel, kichik maxluqcham. Xo'sh, oramizda eng xavflilari bu Jax va Zubul. Sababi ular yosh va shu sabab ulardagi sho'xlik ularda yan yordam berishi mumkin. Mening jonim hali ham kam. Bu g'irromchilik. Kel, sen uchun bir narsa yarataman. Mana ol. To'xta. Hozir buni san qildingmi? Nima bo'ldi o'zi? Bu kapalak u joningni to'ldirishga yordam beradi. Keyin bu haqida senga aytganmidi? Yo'q, shunchaki o'ylab topdim. Xo'sh, pomni, kimni o'ldirmoqchisan? Men unchalik ham o'ldirish niyatim yo'q. Yaxshisi men senga qurol topib beraman, sen esa o'z ishingni qilasan. Bularning bari haqiqat emasligini bilsang kerak. Nima nazarda tutding? Sirknimi? Bugungi o'yinimizning asosiy g'oyasi bu, bir-birimizni otishni. Nega endi sen buni qilishni xohlamayapsan? Ular mening do'stlarim, men rostda ham ularga zarar bergim kelmayapti. Mayli, men sen bilan ochiqchasiga gaplashib olmoqchiman. Nega buni o'ylayapsan? Do'stlarimga zarar berishim haqida gapiryapsanmi? Men buni qandayligini tushunaman. Bir kuni sen haqiqiy olamda kimdir sifatida muhim ishlarni qilib yurasan va yo'q joydan qandaydir mafsarabozga aylanib qolasan. Sen haqiqiy olamdagi o'zingni bu olamda ham ushlab qolging keladi, ammo oxiri qanday tugaydi? Masalan, rakatda u har doim pozitiv va hammaga yordam bermoqchi bo'ladi, lekin har bir 8 yoshda uni bo'laklarga istaysanmi yo'q, biz bu multfilmning bo'lagimiz.
Buni tan olmaslikdan qanday ma'no bor? Axir biz hali ham odammiz-ku, to'g'rimi? Men ham boshida shunday hisoblar edim, ammo vaqt o'tishi bilan barchamiz ham bu mexanikani bo'lagiga aylanamiz va rolga ega bo'lamiz. Shunda san roling nima? Yovuzmi? Qara, men dinamikka qo'shaman, ya'ni kimnidir jahlini chiqarib, qanchalik chiday olishini bilmoqchi bo'laman va to'r oynani ham buzaman. Bilasanmi nega? Chunki bu kulgili. Men qilgan narsalarimni bari xursandchilik uchun qilaman. Mening rolim quvnoq. Quvnoq degin? Ha, Ragata tinch, yengil xafa, qirol aqldan ozgan, zubul qo'pol. Sen esa hali ham aniq roling yo'q. Baribir oxiri qandaydir rolga tushasan. Mening onlarim shunchaki men qanday rolda bo'lishimni o'zim tanlay olganim. Quvnoq degin? Xo'sh, endi kim bo'lmoqchisan? Hozir yangiliklarni sinash uchun qulay fursat. Yovuz bo'lging kelyaptimi? Ichingda yig'ilgan g'azabni chiqarib yubormoqchimisan? Bilaman, bu senga yoqmayapti, ammo tanganing ikki tarafini ham qara. Ya'ni sen bu yerda xohlagan narsani qila olasan. Masalan, mo'ljalashing qara, juda haqiqiydek. Shunchaki o'zingni erkin his qil.